dada kelishdi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchalyapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Men bor uzr bersa qilib qo'ygan bo'lsa, akamni iltimos qiluvdilar. Prosta erimni sal rashk qiladi-deb Bu safar ras qilib ko'chaga ham chiqazmadilarmi sizni? Oldingi safar kelib o'zingiz topshirib ketdingiz. Yuring qolasiz ichkarida kofe ichib. Yo'q, bemalol shu yerda qilaveringlar, maylimi? Mayli, ko'rib baholab olasiz o'zingiz. Bu yerda tarozim ishlamaydi-yu. Majburman-da kirishga hozir. Xo'p. Sizni yechib o'tirursiz ham bo'ladi. Va zo'r o'tiribman. Siz menga tillingizni ko'rsating. Xo'p, bo'ladi. Tillalarim o'zimga o'xshagan chiroyli, yaxshi narxni istagan bitiraman. Birinchi marta sotmayapsiz, bilasiz-ku. Da, bilasiz, что biz yomon narxlamaymiz. Что eng qimmat narximiz kubka zolot uzdaligini prekrasno bilasiz. Bo'lmasa chaqirmasdingiz-ku, xo'jayingizni ham chaqirtirmasdilar bizani. Yo, o'zingiz tavsiya qildingizmi xo'jayingizga? Men o'zim aytdim-da, xo'jayinim. Hozir erim qo'ydilar. Alo. Adasi. Yo'q, jonim ishingda turishibdi. Ajinimsiz kimni qirg'izaman ketishu. Sizga vafodorman, sizdan chiqarmang. Ishlaringizni bitirib kelavering. Ha. Hozir yana jahl ustidan kelib turib, meni buzib tashab, olib chiqib tashamaydilarmi hech qadar? Bo'ldi, tushundim. Xo'p, qarang, 71.50 ekan. Bugungi kurs bo'yicha 1.115.000 dan bo'lyapti 1 grammi. Shunda 79.722.000. Hammasi 585 probada ekan. Haqiqatdan aytganingizdek yaxshi izlaylar orasida butun hamma narsangiz. Bilaman, qo'shib berdingiz hozir 79.722.000 chiqyapti. Men sizga tekis qilib 80 million qilib beraman. Na oпережение уже sizni oldindan bilaman-da, chunki anta sodalashasiz. Hozir men bilan babu shuning uchun sodalashmasligingiz uchun sразу sizga 80 million tekis qilib beraman. Nima deysiz? Yaxshi. Siz endi pullarni berganingizdan keyin o'zingiz ham qilursiz bo'ladi. Qarang, bu yerda men 100 million olgandim-da, bilmadim tillingiz qanchaligini. Rostdan aytyapsizmi, qavorganda? Конечно, erim bugun hazillashyapman. Siz rostdan aytayotgan bo'lsangiz, men hazillashyapman. Qarang, 1 2 3 4 5 6 7 8. Oldingi safar mana shunaqa pochka pul beruvdim-da. Ichidan hammasi to'g'ri chiqdi-yu. Buni ham ichidan hammasi to'g'ri chiqadi. Marhamat. Rahmat, kattakon. Men hazillashmadim, lekin bo'ldi, unaqa qilmang, bo'ldi. Odamni xijolat qilishingizni qarang. Bilaman, hazillashayotganingizni. Xo'p, barakasini bersin, yaxshiligi xizmat qilsin. Akamlarga salom deb qo'ying. Mabodo xizmatlar bo'lsa, meni o'zingizni chaqiring. Da, telefon qilsangiz, shu yerda kubka zolot xizmatingizda bo'lib turadi. Ham korobkasi kerak emas-da? Yo'q, kerak emas sizga. Podarka. Rahmat. Xudo xolisa, siz kelsangiz, ofisda birga o'tiramiz o'sha yerda. Kelib turasiz degan umiddaman. Bo'ldi, tilla bo'lsa kelib turamiz. Xo'p, salomat bo'ling.